Siz bir kuni Free Fire o'ynashga kirdingiz. O'yinni o'ynab bo'lib, bu yoq qildingiz. O'yindan qaytayotganingizdan keyin sizni Free Fire chiqarib yubordi. Hamda siz akkauntingizga kirdingiz va kirishingiz bilan ko'pchilikda bu holat bo'lgan. Free Fire o'ynayman mazza qilib. Akkauntimga nima bo'ldi? Ko'p odam o'ylaydiki, birgina cheat bilan Free Fire ban berib yuboradi deb. Ammo lekin bu bilan emas. Free Fire'da qoidalar ham bor. Misol uchun siz Santino orqali bak qilsangiz yoki esa mana bu. Bugungi videoda men Free Fire'dagi barcha qoidalarni buzib, 1 soat ichida ban olishga harakat qilaman. Agarda ban ola olmasam, 5 ta omadli obunachimga 100 almazdan solib beraman. Albatta bugungi kontentim juda ham qiziqarli chiqdi. Shuning uchun like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani unda men videoni boshladim. Biz birinchi Free Fire qoidalarini o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu ishga bizga Google yordam beradi. Ko'rishingiz mumkin, Free Fire haqida qoidalar yo'q. Video tugadi. Ramalab 7 ta qoidani topib oldim. Bu yerda yozilganki, using a modified or tushunmadim. Unday bo'lsa, ChatGPT xolamizga tashlaymiz. Demak, bizga ChatGPT yordam bera olmas ekan, sababi uning limiti bor ekan. Unday bo'lsa bizga Gemini katta xolamiz yordam beradi. Bu prosta hazil edi. Gemini menga chiqarib berdi, ammo lekin bittasiga ham tushunganim yo'q. To'g'risi ChatGPTdan boshidan so'rayman va menga ChatGPT 7 ta qoidani tushunarli qilib yozib berdi. Ana endi bo'lsa bemalol qoidalarni buzamiz. Unday bo'lsa, birinchi qoidadan boshlaymiz. Birinchi qoidada o'zgartirilgan yoki ruxsatsiz o'yin versiyadan foydalanish deb yozilgan. Bizga birinchi qoidani kerak yo'q. Unday bo'lsa, ikkinchi qoidaga o'tamiz. Ikkinchi qoidada yozilganki, Free Fire o'yiniga tashqaridan aralashgan ruxsatsiz dasturlarni ishlatish deb yozilgan. Bu ishni o'zimning akkauntimda qila olmayman. Shuning uchun o'zimga yangi akkaunt qilib, o'shanda qoidalarni buzaman. Bizdan o'likali ism so'rayapti. Yana bitta qoidaga ko'ra, Free Fire'da 18 ismlar qo'yish ham taqiqlanadi. Agarda nikiga qiziqayotgan bo'lsangiz, mana Dados. Ho. Dados. Bruh. akkauntimizning ID'sini saqlanib qolib, mana shu 3 ta ilovani ishlatib ko'ramiz. Bruh. Endi ikkitasi qoldi. Nihoyat oxirgi ilovamiz. A few moments later. Shunday qilib, ikkinchi qoidani tugatdik. Ana endi bo'lsa 3-qoidaga o'tamiz. 3-qoidada esa o'yinda boshqalardan ustun bo'lish uchun cheat hack ishlatish. Unday bo'lsa, biz hozir cheat yoki hack o'rnatib, o'sha akkauntimizga ulab ishlatib ko'ramiz. What's up guys, कैसे हो आप सभी लोग? जैसे कि guys आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी CS रैंक का Xullas, bir amallab bitta cheat topdim. Ana endi uni Google dan ko'chirib, Free Fire ga o'rnatib ishlatib ko'ramiz. Mana o'sha cheat. Xullas, tekshirib ko'ramiz. Bruh.
endi ishlatish vaqti keldi. Bruh. I fight, I eat again. Bruh. Over the edge, feel like I'm floating. Double kill. Menimcha 50 chitimiz ishlayapti. Floating through the air. Bruh. The pain I felt is paid for. Bruh. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got Bruh. to see. Cheat to'g'risi umuman ishlamaydi ekan, demak bizga bu cheat kerak emas. Telegramdan bitta cheat topdim, mana endi uni ishlatib ko'ramiz. Bruh. 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 何お前はもう死んでいる。 They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Do'stlar, men boya cheatni Free Fire o'zida ishlatib ko'ribman. Mana men yerga yozib qo'ygan Free Fire Max'da ishlaydi deb. Hozir men Free Fire Max ichidaman, ana endi ishlatib ko'ramiz. I fight, I eat again. Nuda, cheatimiz nimagadir ishlamayapti, ammo lekin mana bunaqa qilib dushmanlarimizni kuchli qilib ko'rsatib beryapti. 100% o'ylaymanki bu cheat emas, bu prosta oddiy dushmanlarni ko'rsatib yoki Free Fire'ga boost qo'shib beradigan narsa. Xullas, yana bir bor sinab ko'ramiz. First blood. What the dog doing? Help me! Help me! Ooh, that's kind of small. Double kill. Help me! Help First me! blood. Double. Nimagadir cheatimiz umuman ishlamayapti. Menimcha cheatimiz yaxshi ishlashi uchun bizga fon musiqasi kerak bo'ladi. Hozir edit qilaman. Help me! I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Uje 3-qoidani ham bitirdik. Yana endi 4-qoidaga ham navbat yetib keldi. 4-qoidada o'yin fayllarini o'zgartirib noqonuniy ustunlik olish deb yozilgan. Hozir biz Free Fire akkauntimning fayllarini o'zgartirib chiqamiz. Hozir men faylga kirdim. Mana endi Free Fire'ni topish qoldi xolos.
Negadir Free Fire papkamizning ichida umuman fayllar yo'q ekan. Lekin The Archiver degan ilova hamma papkani ko'rsatib beradi va kirishingizga ruxsat beradi. Hozir o'sha papkaga kirib ko'ramiz. Bruh. 4-qoidani ham o'tkazib yuborishimizga to'g'ri keladi. Sabablarga ko'ra ko'rishingiz mumkin, fayllar umuman chiqmayapti yoki bu bug bo'lishi ham mumkin. 1-qoida bilan 4-qoidani hozircha ishlatmay turamiz. Hozir biz 5-qoidaga o'tamiz. 5-qoidada yozilgan o'yindagi bug yoki xatolardan foyda ko'rish. Demak, hozir biz Santino bilan o'yindagi bug yerlarga borib, odamlarni o'ldirishimiz kerak bo'ladi. What is that? Bismaski lokasiyada bitta bug yer bor ekan, xullas o'sha yerga tashab, hozir biz o'sha bugni ishlatib ko'ramiz. Mana shu yerga Santinoni kirgizsak, Wait a minute. You playing Minecraft. I like your cut, G. Let's go. Later. 12 seconds later. Easy game. ana endi bemalol 6-qoidaga ham o'tsak bo'ladi. 6-qoidada bir nechta o'yinchi bizni report qilishi va tizim bizdan shubhali narsa topsa, demak bizga ban berar ekan. Hozir shu qoidani buzib ko'ramiz. 2 hours later. 6-qoidani ham buzib bo'ldik. Ana endi 7-qoidaga ham o'tsak bo'ladi. 7-qoidada anti-hack tizimini noqonuniy usullar bilan chetlab o'tish. Xullas bu 7-qoidaga tushunmadim. 28 minut endi chit bilan o'ynab chiqamiz. A few inches later. Unday bo'lsa, ertaga kirib ko'ramiz. Day 2. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Free Fire'da albatta 1 soat ichida ban olsa bo'lar ekan, albatta 1 kunda desa ham bo'ladi. Bu videoni to'g'risi yasash juda ko'p vaqt ketdi. Albatta 1 yil shu videoni montaj qildim. Shunga yarasha ko'proq mem, effektlar, sound effektlar qilib, yaxshiroq video, yaxshiroq sifat qo'shishga harakat qildim. Albatta video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Telegram kanalimga ham qo'shilish esdan chiqmasin. Albatta shu video ostiga 2000 ta like yig'ib bersanglar, ekstremal berkinmachoq videosini olaman. O'yinchilarni esa Telegram kanalimdan o'zim tanlab olaman va 3000 ta obunachi uchun kattakon rahmat deb qolaman barchangizga. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin nega video uzoq chiqqanini. Albatta Sveulga kattakon rahmat, menga ancha-muncha yerlarida yordam berib turdi va YouTube'ga thumbnailni ham o'zi yasab berdi. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Barchangizga xayr, sog', omon bo'ling.